Qish. Ko'chalar cheksiz va oppoq qor dengiziga burkangan. Har bir bosgan qadamingizdan chiqqan qor g'irchillashi sokin tun bag'rida xuddi qadrdon bir kuydek yangraydi. Uylarning derazalaridan miltillab tarqalayotgan xira chiroq shu'lasi qorong'u ko'chaga sehrli va sirli bir fayz bag'ishlaydi. Bu nur sizni olis bolalik xotiralarga yetaklab, qalbda qandaydir shirin, unutilgan sog'inch tuyg'usini uyg'otadi. Shunday ayozli ob-havoda, izg'irin yuzingizni chimchilab turganda, uy tomon odimlashning o'zgacha gashti bor. Ichkarida sizni kutayotgan tansiq issiqlikni, yaqinlaringiz va qadrdon go'shangizni tasavvur qilishning o'ziyoq vujudingizga iliqlik yugurtiradi. Mana nihoyat eshikni ochib ichkariga kirdingiz. Tashqaridagi qorong'u, qahraton va ayovsiz qiz kechasidan ishonchli panoh topgandek, uydagi har bir buyum erkin nafas olayotgandek tuyuladi. Devorlar, javonlar, xonadagi har bir mayda detal ham tashqaridagi sovuqdan qochib shu yerga yashiringandek va siz bilan birga shinam muhit yaratishda ishtirok etayotgandek go'yo. Olov guvillab yonib turgan pechka uyni nafaqat issiqlik, balki yoqimli yog'och hidi va taskin bilan to'ldiradi. Qo'lingizda qaynoq choy bilan deraza ortida sokin raqs tushib yog'ayotgan qor parchalarini tomosha qilish dunyodagi barcha tashvishlarni unuttiradigan eng go'zal lahzalardan biridir. Bunday sokin oqshomlarda inson qalbi har qachongidan ko'ra ko'proq mo'jizaga, samimiyatga va sokin hikoyalarga tashna bo'ladi. Rohat buvi kattakon qora pechkaning eshigini ochib oyog'ini tovlayotgan edi. Deraza ostida ko'zoynak taqib nevarasining yirtilgan kitobini yelimlayotgan choli urishib berdi. Seni pechkaga o'rgatib bo'lmadi. Nima? Polni o'yib sandal qilib beraymi? Pechka deganning eshigini ochdingmi? Ko'mir osmonni isitadi deyaver. Rohat buvi pechkaning eshigini yopdi. Borib divanga cho'zildi. Uy sovuq bo'lmasa ham bir necha kundan beri uning eti uchar, oyog'i sovqotar, og'rir edi. Kampir shu yotganicha ertasiga ham turgisi kelmadi. Indiniga turolmadi. 3-kuni yuragi birpas qattiq urib turdi-yu, birdan bo'shashib o'ldi qoldi. Hikmat bu nima bo'lganini bilolmay, ko'zi bilan ko'rib turganini aqliga sig'dira olmay, garang bir ahvolda turib qoldi. O'g'li, kelini, 3 nevarasi kirib yig'i boshlagandagina o'ziga kelib titroqli nafas bilan shivirladi. Ey Xudo, nima qilib qo'yding? Bisotingda menga atagan yana qanaqa qulfatlaring bor? To'k, boshimga hammasini birdan to'ka qol. 53 yildan beri bir dasturxondan tuz totigan, bir ko'rpani bosgan, birga kulgan, birga yig'lagan. 53 yildan beri mushukchaday bir-biriga suykanib, bir-birini yalab, og'ritmay tishlab, yiqitib, yiqilib berib, piypalashib o'ynagan. 53 yildan beri mehr atalmish ulkan tuyg'u rishtasini pilla qurtiday bir maromda asta sekin chuvib, bir-birining qalbini o'rab, churg'ab kelgan. Hamma rasm-rusum joyiga yetkazilgandan keyin odamlar tobutni ko'targanda shu rishta birdan tortildi-yu, go'yo Hikmat buvaning yurak bag'rini sug'urib oldi. Chol o'kirib yubordi. Kampirni bir pasda yerga topshirib qaytishdi.
ko'ngil so'ragan yana butun mahalla kirdi. Hikmat buva kasal musichaday bir chekkada qo'nishib o'tirar. Aftidan endi uning uchun olamda hech kim, hech narsa qolmagan edi. Shundoq Hikmat buva hafta o'tar o'tmas bir hovuch suyak bo'ldi, qoldi. Chol cho'zilib yotganda uning o'likmi, tirikmi ekanini bilish qiyin. Lekin kampir oyog'ini pechkaning o'tiga tovlayotganda urishib bergan esiga tushsa, arslonday o'kirar, o'zini u yoqdan bu yoqqa otar edi. Uyda uni yolg'iz qo'ymaslikka harakat qilishardi. Kichkina nevarasi hamma o'yinchoqlarini uning uyiga kirgizib qo'ydi. Bog'chadan kelganidan keyin shu yerga kirib o'ynaydigan bo'ldi. Katta nevarasi har kuni uni necha marta xilma-xil qilib suratga olaverdi. O'g'li uni avtomobilga solib bir necha marta shaharni aylantirdi. Chol xursand bo'lish o'rniga onang borida shu ishni qilmading deb to'ng'illadi. Kelini unga magnitofon keltirib berdi. Chol magnitofon bilan birpas ovindi-yu, keyin ko'ziga yosh olib, "Qizim, shu narsani ilgariroq topib kelganingda kampirni gapirtirib yozib olar ekanman", dedi. Bir kuni qattiq yomg'ir yog'ib, qishdan qolgan qorni eritib yubordi. Ayvonda ustunga suyanib, yomg'ir suvining vaqirlashini tomosha qilib turgan cholning ko'zi tandirdan narida yotgan bir poy eski kalishga tushib qoldi. Kampir bir oyog'i og'rib shishganda shu kalishning jag'ini kesib kiygan edi. Chol borib kalishni oldi, avaylab artdi, uyga olib kirdi. Chol uchun kampir go'yo qaytadan o'ldi. U kechgacha yig'ladi. Kechqurun o'g'li bilan kelini ishdan kelganda, kampir bechorani shifokorga durustroq ko'rsatmadilaring deb xarxasha qildi. Hikmat buva kechalari uxlamas, dori ichib uxlasa ham yarim kechasi uyg'onib, tong otguncha o'tirib chiqar. Uydagi hamma narsa unga kampirini, yolg'iz qolganini eslatar. Har bir tovush o'lim bo'lib, uning miya qopqog'ini chertar edi. Chol tugab borayotganini ko'rib, o'g'li bilan kelini tashvishga tushib qolishdi. Bir kuni ertalab chol yo'qolib qoldi. Qidirmagan joylari qolmadi. Yor do'st, tanish bilish, qarindosh urug', hatto tez yordam kasalxonasidan ham xabar olindi. Militsiyaga murojaat qilindi. Hamma yoq qidirilibdi-yu, qabristondan xabar olinmabdi. Chol qabristonda ekan. Hikmat buva qabristonga tez-tez borib, kampirning boshida 1 soat, yarim soat o'tirib kelar, lekin bunaqa qolib ketadigan odati yo'q edi. Chol bu safar borganda kampirning qabrini ziyorat qilish u yoqda qolib, uning yonidan o'ziga go'r qazitdi. Mudir va go'rkovlar harchand unashmasa ham qo'ymadi, janjallashdi. Chol kun oqqanda adoyi tamom bo'lib qaytdi. Kimdir uni avtobusdan tushirib yo'lkaga chiqarib qo'ydi. Cholning zo'rg'a qadam bosib kelayotganini ko'rgan muyulishdagi cho'tkachi yugurib borib, uni olib keldi va qo'liga bir piyola choy berdi. "Xafa bo'lmay yuribsizmi, otaxon? Kampir onam alomat ayol edilar. Siz o'sha kuni o'zingiz bilan o'zingiz ovora bo'lib, ta'ziyaga kelgan odamlarni payqamadingiz. Ana odam-u, mana odam. Mahallaga sig'may ketdi. Mahallamizning ko'chasi 1 metr cho'kdi. Kampir onam dunyoga kelib faqat odam yiqqan ekanlar. Dunyoga kelgan odam avval boshqa odam ekish kerak ekan. Men ibrat oldim." Issiq choymi yo cho'tkachining gaplarimi cholga ancha mador bo'ldi. "Ha", dedi chol biroz g'urur bilan. "Haligacha odam keladi. Ishxonasi ham shuncha yildan beri esdan chiqarmagan ekan." Cholning paydo bo'lganidan xabar topgan uy ichi qo'ni-qo'shni chuvullashib kelib, uni o'rtaga olishdi. Birov dashnom bergan, birov bo'g'ilgan, birov suyungan. Bular cholni o'rtaga olib chuvullashib ketayotganda, yo'l bo'yida turgan shu mahallalik shifokor voqeani eshitib, choldan o'pkalagan bo'ldi. Keyin unga razm soldi-yu, kampirdan gap ochdi.
Onaxonimiz ta'rifga sig'maydigan ayol edilar. Shuncha odam bekorga kelgani yo'q. Lekin otaxon, mahallamizga biron 8 chelakli bitta samovar kerak ekan. O'sha kuni juda bilindi. Mahalladan pul yig'sak, xonadonga necha puldan tushar ekan-a? Cholning hamiyati qo'zg'ab ketdi. O'g'lim bilan kelinimning bitta samovarga kuchi yetib qolar, dedi. Shifokor undan shu gapni kutgan ekanmi, jilmayib qo'ydi. Chol go'rini qazidib qo'yib, endi bu yerga samovar olgani emas, yotib o'lgani kelgan bo'lsa ham, o'g'li bilan kelini nomidan mahallaga kattalik qilib qo'yganidan keyin bu to'g'rida o'ylashga majbur bo'ldi. O'g'lidan pul oldi. Samovar qidirishga kirishdi. Biroq o'shanaqa samovarni topishdan ko'ra kondan mis qazib samovar yasash osonroq ekan. Cholning bormagan magazini, yalinmagan magazin mudiri qolmadi. O'g'li bilan kelini uning yelib yugurishiga, unda shuncha kuch qayoqdan paydo bo'la qolganiga hayron edilar. Nihoyat mahalladagi mansabdorlar yordami bilan samovar topildi. Mahalla faollari akt bilan qabul qilib oldi. Umumiy majlisda rais Hikmat buvaga rahmatlar aytdi. Hamma chapak chaldi. Shu majlisda yana bir masala ko'tarildi. Mahallada har kuni bo'lmasa ham haftada 2-3 marta to'y maraka, tug'ilgan kun va boshqa marosimlar bo'lib turardi. Kim marosim o'tkazadigan bo'lsa, uyma-uy yurib idish-tovoq, dasturxon va boshqa narsalar tilaydi. Faollar mahalladan pul yig'ib, biron 150 kishilik mahalla ro'zg'ori tashkil qilsa bo'lmaydimi? Bu taklifni hamma olqishladi. Buning mutasaddisi kim bo'ladi degan savolga hamma qiy-chuv ko'tarib, yana Hikmat buvani ko'rsatdi. Hikmat buva unamasdan qarshi so'z aytgan o'rnidan turgan edi. Shuncha odam chapak chalib, ko'ziga qarab turganini ko'rib, inday olmadi. Mahalla necha xonadon? Bularning hammasi cholni ovora qilmay pulni keltirib bera qolsa ekan. Bu xonadonlardan ko'piga kirish kerak. Koshki bir kirganda pulni bera qolsa ekan. Biri ertaga keling deydi, biri falonchi muncha berganda men nega shuncha berar ekanman deb xarxasha qiladi. Biri majlisda angrayib o'tirib gapga yaxshi tushunmagan, unga qayta tushuntirish kerak. Chol har kuni ertalabdan xonadondan xonadonga bor pulga bir nima olib qolish uchun magazindan magazinga, arzdod qilgan idoradan idoraga yugurar. Shu orada fursat topib ba'zan kampirning mozoriga ham borib kelar edi. Chol nihoyat mahalla ro'zg'orini to'la to'kis qilib, maktab omboriga qamab oldi. Biroq ro'zg'orni but qilishdan ham ko'ra uni asrash qiyinroq bo'ldi. Ba'zi odamlar narsani olib vaqtida qaytarishmaydi. Ba'zilar, masalan, jo'mraga uchgan choynak, papirosdan kuygan dasturxon, lattasiga allanima balo to'kilgan kursi, suyanchig'i singan yana stullar, sanchiqi qayrilgan vilka va hokazo qaytarishadi. Yana o'zi shunaqa edi deb janjal qilishadi. Yo'q, xayriyat, sal kunda odamlar insofga kelishdi. Cholning ishi yengil bo'lib qoldi. Bahor keldi. Shaharda daraxt o'tqazish mavsumi boshlanib ketdi. Shu munosabat bilan gazeta maqola berib, o'tgan yil bahorda qaysi mahallalar rejani to'ldirmay qolganini, qaysi mahallalar bu ishda namuna ko'rsatganini aytib, ilg'or mahallalar qatoriga yangi mahallani ham qo'shibdi. Buni cholga nevarasi ko'rsatib kuldi. Chunki o'tqazilgan daraxtlarning ko'pgina qismi tutmagan edi. Chol chiqib mahallani aylandi. Daraxtlarni ko'zdan kechirdi. O'tgan yilda jami 1765 tup ko'chat o'tqazilgan bo'lib, bundan faqat 806 tasi tutgan. Tutgan daraxtlardan 22 tup singan. 8 tupi sassiq, mo'rt va umri qisqa daraxtlar ekan. Chol bu ma'lumotni olib to'g'ri tahririyatga bordi. Avval tortinibroq gapirdi. Gapi o'tganini payqagach, shovqin soldi. Gazeta ertagi sonida yangi mahalla haqida noto'g'ri ma'lumot bergan muxbiriga jazo berganini aytdi va muxbirni aldagan mahalla faollarining kotibiga dashnom berdi.
va shu bilan birga gazetaning xatosini ko'rsatgan Hikmat buva Normatovga tashakkur bildirdi. Hikmat buva shu kuni burchakdagi cho'tkachiga mahsini yog'latdi. Mahallamiz sharmanda bo'lgani haqida uning intihosiz javrasiga quloq solib o'tirgan edi. Shu asnoda o'sha yolg'onchi kotib o'tib qoldi va cholni ko'rib o'shqirdi. O'sha o'zimiz to'g'rilar edik-ku, senga nima? Bir oyog'ing go'rda-yu. Chol sekin burilib qaradi. Mening bir oyog'im go'rda, sening ikkala oyog'ing to'rdami? Unaqa demagin bolam. Kim oldin o'lishini bilib bo'lmaydi. Chol yana bir nima demoqchi edi, o'ziga go'r qazitib qo'yganini eslab dam ichiga tushib ketdi. Kotib jahl bilan qo'l siltab jo'nadi. Chol qo'llarini orqasiga qilib, boshini quyi solib uy tomon bitta qadam tashlab borar ekan, o'ylar edi. Bu bola go'r qazdirib qo'yganimni eshitganmikin? Yo'q, eshitgan emas, lekin eshitishi mumkin. Chol jadallab uyga keldi va o'tirib xat yozdi. Qabriston mudiri va go'rkovlarga yozib ma'lum qilamanki, qari baqa terak ostidagi mening nomimga qazilgan go'rni qabriston idorasiga topshiraman. Azbaroyi foydalanish uchun. Hikmat bu xatni nevarasidan berib yubordi.